Assalomu alaykum barchalaringizga. Men bugun yuzimni qalay yuvatinimni ko'rsataman. Idishga suv quyib olib, biroz qasiq tuz solib, bizga ko'rinmaydi mikroblarni o'ldiradi tuz. So'sin yuzimni solib 5 minutga sol suvga qoldiraman. Besh minut ishinde o'zimdagi shang, kirlar, mikroblar suvga jibib chiqib qoladi. Aslay suvimizda shang, kirlar qoladi. So'sin ag'ib turgan kranning astina suvda ag'izib o'tira, aslay 2-3 ret shayib olamiz. Qara yuzimda aslay yuvamiz. Suv olib, suvga tuz solamiz. Yuzimni solib 5 minutga qo'ya turamiz. Sonda bari shanglar yuviladi. Aslay ag'ib turgan suvmen 2-3 ret shayib olamiz. Ne aslay yuvib olib, baldarga beruvga de, o'zimiz jeyuga de qo'rqmay jeyveramiz. Inshaalloh bu video sizlarga xayrli bo'lar deb o'ylayman. Videoning so'nguna дейін ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.